Ispant bir xil tug'ildim. Ispantni mana shu kechasi mana minus bo'lib sovuq bo'lgan kunlari ispant bilan urib chiqamiz. Agar qishda quyosh chiqayotgan bo'lsa, endi buni ichi issiq bo'lib ketadi. Chetlarini ochib chiqardik. O'sha ikkinchi terimda qanchadan berdingiz? Ikkinchi terimda 45 mingdan berdim. 4-5 kun bo'ldi nima qilgan? Ha, bir haftalar bo'ldi. Hozir yana yengil terib olyapmiz. Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar, bizni kuzatuvchilar. Surxondaryodamiz, Muzrabot tumani Yangibod mahallasida Ravshan akamiz xonalaridamiz. Bu yerda bizni Ferrari bozor qalampirimiz ekilgan. Eslatib o'tamiz, bugun 9-aprel 2025-yil. Ravshan aka, Xudo barakasini bersin, ko'z tegmasin. Rahmat aka. An'anaviy savol-javob. Bu yerga qachon ekilgan? Bu yerda noyabrda 20sida ekilgan. Necha tup ekilgan bu yerga? Bu yerga 9000 tuplar ekilgan. 9000 tuplar 20 sotuqqa. 20 sotuqqa. Hozir buni ko'kka sotyapsiz. Buni ko'kka sotyapman. Ko'k holatiga? Ko'k holatida. Hozir birinchi terimini qachon qildingiz? Birinchi terimini martda 15larida birinchi terimni qildim. Terim 200 kiloga yaqin chiqdi. Kattalarini oldim. Kattalarini oldim. O'sha hozir mana 3-terimni qilyapmiz. Ikkinchi terimda qanchalar chiqdi? Ikkinchi terim ko'proq chiqdi, 300 necha kilo, birinchi terim 200 necha kilo. Hozir mana endi 3-terimda boshladik. Mana shu birinchi arkadan terganimiz. Birinchi arkadan terganimiz o'shancha chiqdi, ko'kiga sotyapmiz. Hozir kunda bozorda narx-navo qanaqa ko'kka? Bozorda endi narx har xil. Misol, o'sha ikkinchi terimda qanchadan berdingiz? Ikkinchi terimda 45 mingdan berdim. 4-5 kun bo'ldi nima qilgan? Ha, bir haftalar bo'ldi. Hozir yana yengil terib olyapmiz. O'sha boshidan terib boshlayapmiz. Hozir bir mo'ljalimiz bir 300-400 kilo teramiz. 300 kilo, 400 kilochalik teramizda, agar yana tortaversa, endi hammasini termaymiz. Maydalari qoladi-da, o'sha mana bunday kattaroqlarini terib olamiz-da, maydaroqlari qoladi. Maydaroqlari qoladi. O'sha mayda agar yaxshi bozor yaxshi bo'layotgan bo'lsa, aradan yana bir haftacha vaqt o'tsa, o'shalarni yana 4-terim qilib beramiz. Mana shu gullash tepadagidan meva ushlab kelyapti mana. Bemalol ko'rish mumkin. Endi bu yerda qanaqa bo'lgan qish? Mana 20-noyabrda ekkan bo'lsangiz, mana o'rtada dekabr, yanvar, fevral qish oyini, qishni faslni to'liq o'tkazdi. Isitish tizimimiz bu yil pand berdi. Trubalarni yorilgani, mana eski konditsionerlar. O'shalarda suv o'tdi, sirkulyatsiyamiz yaxshi bo'lmadi. O'shanga bu yil umuman yoqqanimiz yo'q. Qish bu yil sovuq keldi. Minus bu yerda Yangibodda -5 gacha bo'ldi-da. -5 gacha. -5 gacha bo'ldi, 3 ta dugada edi. Birinchi mana bu tepaga qilgansiz termiz. Yo'q, birinchisi parnikni o'zi. Ikkinchisi manani ustida klonka tayladik. Termiz varianti. Termiz variant qilib hamma yerga klonka taylab yonboshlariga. Uchinchisi duga qildik. Uchinchisi duga qildik, o'sha bilan o'tdik. Ispant bir xil tug'ildim. Ispantni mana shu kechasi mana minus bo'lib sovuq bo'lgan kunlari ispant bilan urib chiqamiz. Agar qishda quyosh chiqayotgan bo'lsa, endi buni ichi issiq bo'lib ketadi. Chetlarini ochib chiqardik. Chetlarini ochib, havo almashtirib chiqardik-da, yana kechqurun yopib, ispantni tutatib chiqardik. Bozorga masalan, birinchi, ikkinchi terimni olib borganingizda xaridorligi qanaqa bo'ldi masalan? Xaridorlarning fikri, masalan, oluvchilarning fikri, bozordagilarning. Endi xaridorlarning fikri qancha ularga arzon bo'lsa, shuncha yaxshi. Yo'q, meva sifati demoqchiman. Yo'q, meva sifati zo'r. O'zim ham mana yaqin kunlarda ham 1-2 kun oldin ham chiqqanimda shu 45 mingdan 60 minggacha ko'rdim. Optimda ko'rdim. Men aytdim, mana shu hosillarimiz уже kattalashib qolgan, o'shanga men aytdim, olib chiqib vaqtida sekin qizartirmay o'sha ko'kini o'zida ham sotamiz. Bu Termiz bozoriga. Termiz bozoriga birinchisini Toshkentga jo'natganman. Korobkaga upakovka qilib, salafan qog'oz qilib, yopib avtobus bilan jo'natardik. Hozir sizga Ferrari ma'qul. Ferrari ma'qul. Ferrari yukam beradi-da. Yukam toshon bosadi. U kattaroq. Endi nisbatan sizlar video olganda unchalik men katta qilayotganim yo'q, erta uzayotganim ko'ki yaxshi pulga bozor tortayotgan sabab. Farqi yo'q. Bozor masalan tortsa
ko'kiga hozir mana yaxshi narx bo'layotgan. Ha. Buni yengillatgani sari mana tepa yarasida mana meva beryapti-ku mana. Mana shu yerda mana 4 ta meva tayyormi? Mana. Mana hozir ko'ringlar mana. Bitta, ikkita, uchta, 4 ta meva tayyor. Mana bu yerdan bitta, ikkita, uchta, 4 ta meva uzilgan ekan oldin. Mana tepalari mana meva ushlab kelyapti mana mevalari. Shunday. To'xtagani yo'q. Sizga burga taka bo'lsa sut bersin. Ha, shunday. Bu tamom mana shu arkanimiz yaxshi. Bir yulganimizga 15 talab yulganmiz. Ha, bitta tutdan. Bitta tutdan 15 talab, hammasi kalibri bir xil. 15 talab yulganmiz. Hozir yana usti ham ushlayapti. Barakasini bersin aka. Zo'r aka. Hosildorlik mana bular ko'ringlar. Mana hosildorlikni mana bilasizlar. 5 ta, 6 ta meva. Tayyor bo'lyapti. Hosillar mana ko'ringlar, to'xtagani yo'q hosillar. Mana bir xilda hamma hosillar mana. Ferrarining hosillari. Endi ekish sxemamiz qanaqa bo'lgan aka bu yerda? Ekish sxemasi sizlardan o'rganganman, birinchi yil dehqonchilik qilishim. Keyin ancha joylarda ko'rganman, qiziqqanman mana shu dehqonchilikka. Keyin shu endi agatda oldirgan vaqtim men kultivatorda oldirganman. O'zi agatni o'zim ip tortib, razmerlarini chiroyli olaman deganman. Unga vaqtim bo'lmagan. Plyonka yopishimiz kerak bo'lgan, vaqt tortilib ketgan, o'sha kultivatorlarda oldirib, sal bitta agatim qisqaroq, birov kattaroq bo'lgan. Bundaysi o'zimiz naglas ekkanmiz. Ikkita ko'chatni arasi примерно shu 35-40 lar atrofida-da. Endi shablon. To'g'ri, 35-40 sm atrofida. Ha, o'shanday. O'shanda imенно santimetrlamaganmiz. Bundaysi shu naglas urib ketaverganmiz-da. Hamshiraki, Xudo barakasini bersin aka. Ilohim bundan oladigan daromadlarni yaxshi kunlaringizga ishlating aka. Rahmat aka. Ko'rib, to'g'risi xursand bo'ldik. Mana shu ko'rib tursa, mana shu issiqxonada 9000 ta atrofida ekilgan. Bu sovuqdan, qishdan olib chiqishni o'zi bir anaqada. Xudo barakasini bersin aka. Rahmat. Ko'z tegmasin. Haqiqatan ham zo'r bo'pti. Mana aytyapsiz hozirlarga kamtarlik qilyapsiz yoki boshqa birinchi marta dehqonchilik qilaman deyapsiz. Yo'q, shunday. Zo'r bo'pti aka. Birinchi marta bo'lsa ham Xudo barakasini bersin. Men o'zi chetlarga ham ko'p borganman, Yevropaga, Turkiya, Rossiyalarda ko'p ishlaganman. Mana shu o'zimizda bironta ishni yo'lga qo'yayin deb havas ham qilaman-da. Oila bag'rida dehqonchilik qilayin, bir ekib ko'rayin, qanday bo'ladi. Mana bahor qimmat bo'ladi, necha kilo chiqadi, qancha puli bo'ladi, o'shalarni hisoblab, havas qilib, mana birinchi yil ekishim. Aka, bir iltimos sizdan. Yana Xudo xolasa biz o'zi har oy O'zbekiston to'liq aylanib chiqamiz. Keyingi safar kelamiz nasib bo'lsa yana bir. Hozir har bitta terimda kilogrammlarni yozib boryapsiz. Biz o'zimiz uchun ham masalan qiziq bo'ladi. Sizdan nasib bo'lsa keyinchalik bir oxirgi itogasini olib turib, bir jamlab turib, bir shu Ferrari'ga masalan daromad qilaman degan dehqonlarga bir ko'rsatib berish uchun. Oxiri mana itogasi masalan necha kilo terdim, mana 9000 ko'chat ekilgan bo'lsa, birinchi terimda qancha, ikkinchi terimda qancha, o'zi statistika bo'ladi. O'shani bir Xudo xolasa bir dehqonlarimiz bilan ulashsak, nasib bo'lsa shu oxirgi terim jarayonida. Chunki mana hozir ko'pchilik asosan Ferrari'ni qizilga ekishadi-da. Mana hozir siz mana ko'k yaxshi bo'lyapti, ko'kka sotyapsiz, zo'r aka. Endi hozir misol uchun ko'kiga uzayamiz puli yaxshiligi uchun. Buni men o'ylashimcha shu yozlarga qizartirib sotamiz-da. Как раз banka sezon boshlanadi. Hozir o'zi masalan qizil bolgarskiylar ham bozorda o'sha hozirgi shu Ferrari'ning ko'k narxida bir xil. Bir xil. Kubovidnilar ham Kubovidniydi endi. Kubovidnilar o'sha Ferrari bilan bir xil narxda sotilyapti. Ko'ki bir xil narxda sotilyapti. Qizili u biz Ferrari ko'kda u qizil qoladi-da. Shunday. O'zi bozorda bu qizil, ko'k unga farqi yo'q-da. Hozir farqi mana katta ham bo'lmasin, mayda ham bo'lmasin, o'rta holga zo'r ketadi-da bozorga. 120 gram, 150 gram atrofida uzyapsiz. O'rtacha. Ha, shunday. Siz aytmoqchisiz 150 gram hosilni bitta bolgarskini o'zimi? Ha, shunday. O'sha 120 gram, 150 gram atrofida. Shunday. Ravshan aka, yana bir bor katta rahmat aka. Xudo barakasini bersin. Rahmat. Birinchi o'ringa sizlarga rahmat. Sizlarni shu videolaringni ko'rib, sizlarni tavsiyalaring bilan mana shu narsani qildim, qiziqib,
yo'l-yo'riqlarini o'rgatdilaring. Shuhrat aka bilan ancha gaplashdim. Dorilari, boshqasi, mana shirayga sepishlari, hamma narsani o'rgatib keldilaring. Sizlarga katta rahmat. Hurmatli dehqonlar, bizni kuzatib mana Ravshan akami hosildorligini ko'ryapsizlar. Urug' kerak bo'ladigan bo'lsa, shu pastdagi nomerga telefon qilasizlar. Agarda mana Shuhrat akam bu yerda doim biz agronom Ravshan aka bilan bog'lanib, qanaqa savol bo'lsa qilib turdilar, qo'ldan kelgancha vaqtiga qarab. Agarda agronom maslahat kerak bo'ladigan bo'lsa, shu nomerga telefon qilishingiz mumkin. E'tiborlar uchun rahmat. Ravshan aka, Xudo barakasini bersin. Ilohim Rahmat. yaxshi kunlaringizga, bundan oladigan daromadlar yaxshi kunlaringizga ishlatish nasib qilsin aka. Katta rahmat aka. Rahmat. Sog' bo'ling.